Lolalar gullagan mahalda. Eshitdingizmi? Meni aytdi demangu. Mana shu bog'dagildi qizi yurishlari cho'ta, boshqacha aynigan. Unaqa demang, eshitib qolsa-chi? Voy eshitmaydi, qaqa eshitadi. Otni kallasida naushniga turibdi quloqida. Eshitdingizmi? Mani aytdi demang tag'in. Bog'dagildi qiz bor-ku, yigit bilan qo'l ushlashib turganini ko'rdi. Yigiti bor ekan. Xorosda. Voy sharmanda. Mana aytdi demangu. Bog'dagildi qizi bor-ku. Yigit bilan quchoqlashib yurgan ekan. Keyin sezdingizmi, qori ham qipayib qopti. Voy sharmanda. Hozirlarga ishonchim qilmabdi-da. Voy tavba. Voy Fatma opa, meni aytdi demang, ana qo'shningizda qizi qorni qappayib, doktor yurganmiz. O'zi aytuvdim, cho'ta yurishi bejo deb. Bog'dagul, sho'ringga sho'rva to'kildi. Qaydasan? Voy Bog'dagul onajonim, bechoraginam o'zing yersiz o'tganda qizing ham kuydirga chiqdimi? Qizingni deb qon qisib, qon yig'lab o'tiribsanmi? Kiyimlaring ham jiqqa qonga to'libdi, qara. Ya bu qonmas, Nima bo'lmasa? Ya vahimang qursin. Ana gilosdan kompot qilib ijatuvdim, mana oldimga to'kilib ketdi. Siz endi kiyimingdan gilosi dog' ketmasa kerak. Nimaga ketmaydi? Bundan ham battar dog'larni ketkizganman. Sho'rtakkan ekan. Nimada ketkizgansan? Albatta Bavida ketkizaman. Bavi eskirgan dog'larni ketkizadi. Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan. Oq kiyingizni oppoq qilib beradi. Chirib ketgan ana posudalarni chirkin tozalab, yalqillatib beradi. Eng asosiysi gipoallergenniy. Ey dugonajonim, kiyimingni dog'ini ketkizarsan, lekin qizingni xatosini kislota sepib ham ketkizolmaysan. Nima deyapsan boyadan beri? Qizingni xatosi deysanmi? Meni aytdi demagin, mahallada duv gap. Qizingni bir yigit o'g'irlab, ikki qat qilib qo'yganim. Mani aytdi demang-ku, o'sha kun naushnik ishlamayotdi, g'iybatchi qo'la. Eshitdingizmi? Mana shu bog'dagildi qizi aynigan. Ana yurish-turishlar boshqacha bo'lib qolgan. Unaqa demang, eshitib qolsa. G'iybatchi mijaging